Meni sizlarga juda ham yomon xabarim bor. Bugun har yili bir marta sodir bo'ladigan voqea yuz beradi. Bizning qishlog'imizga zombilar hujum qiladi. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Esingizda bo'lsa, 1 yil oldin ham qishlog'imizga zombilar hujum qilgan edi. O'sha video oxirida qishloq aytganidek, bu safar 4 ta fazadan iborat bo'ladi. Oson, o'rtacha, juda ham qiyin va ilojsiz. Biz esa nima qilib bo'lsa ham qishlog'imizni asrab qolishimiz kerak. Men va qishloqi. Qishloqi ishkal, uyimizni himoya qilishimiz kerak. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Xo'sh, sen meni eshityapsanmi? Jim tur, o'zimni quvontirish bilan shug'ullanyapman. Qishloqi, hozir o'zingni xursand qilishni vaqti emas. Qishlog'imizga zombilar hujum qilyapti. Ana u tarafdan kechasi bostirib kelishadi. Nima? Allaqachon 1 yil o'tib ketdimi? Ha, qishloqi o'tdi. Bugun bizning qishlog'imizga juda ham ko'p zombilar hujum qiladi. Shuning uchun biz mustahkam qal'a qurishimiz kerak. Xullas, qishloqi, qal'ani bir tarafini sen qurishroq bo'lamiz. To'xta, mana bu uchala ajramay hech kim yashamaydi. Kel, shuni o'ramaylik. Narsalarni cheksizdan olsak ham ziqnalik qilasan, ozgina joyga. Ha, mayli, aytganing bo'la qolsin. Yana men sizlarga boxir qilmasangchi. Yana devorlarni iloji boricha chuqurroqqa kirgazish kerak. Sababi balki ular chuqur kovlashni ham o'rganishgandir, a? Men ularni o'rnida bo'lsam, kovlashni emas, uchishni o'rganardim. Yaxshi ham ular sen emassan. Senda ishlar qanday ketyapti? Oltin darvoza degin. O'liklar yana xato qilmaydi. Xo'sh, endi mana bunday qilamiz va menimcha devorlar tayyor. Ha, ajoyib. Arti, bu safar qurayotgan qal'amizga o'mbali sistemadan necha ball berarding? Bilmadim, kel yana obunachilardan so'raymiz. Do'stlar, o'z fikringizni Hamma kamchiliklarni hisobga olgan holda ideal versiyasini yaratganman. Mayli, yo'q ham deya olmayman. Baribir bilganingdan qolmaysan sen. Xullas, bu safar men o'zimning cheksiz IQ darajamni ishlatgan holda 1 yil tugma bosish orqali bu qal'ani lavaga o'raydigan mexanik